Endi yelim bo'yicha ham yopib ketding Sanjar Ha, aka. sразу yelim bo'yicha. Yelim ikkita holatda bizda chiqadi. Birinchi holat bu siz xavotir olayotganingizga sabab bo'ladigan holat, xavotir olishingizga. Ikkinchi holat bu yelimni ko'rdingiz, u siz uchun hech narsani o'zgartirmaydi. Bu sizni xavotiringiz sabab bo'lishi kerak emas. Birinchi holat bu bakterial rak. Psevdomonas lotincha kirib yozsangiz Google'da chiqadi. Hamma daneli mevalarni bu kasal. Olxo'ri, shoptoli, o'rik, bodom, gilos, daneli bo'lgan hamma narsa. Endi bu narsa agar tushsa, yelim ya'ni buni simptomi, buni bir belgisi yelim bo'lyapti-da va daraxt oxiri qurishi bilan tugaydi. Yo bir qismi quriydi, yo to'liq quriydi. Bog'da ham har joyda etta-betta qurish boshlanadi. Mana bu yomon. Mana shu agar shu holat mana bu faqat nimadan bilib olasiz? Ham yelim, ham qurish bormi bizda? Bizda menimcha yo'q Sanjar aka. Yo'q, Bizda qurish yo'q. Endi qarab turing. Endi ikkinchi holat. Ikkinchi nima sababsiz? Daneli mevalarni sovuq, nam joylarda yetishtirganingizda xolismi yo'qmi yelim chiqadi. Yelim chiqadi. Bu joyi kelsa kesganingizdan chiqadi. Joyi kelsa ozgina sovuq kelib qolganida mikro yorug'lar bo'ladi-da, tanasida yorilsa bu yelim chiqadi. Va bu daraxtni o'ldirmayaptimi? Hech qanaqa muammo yo'q. Endi qo'limdan nima keladi, bo'pti. Men unisini ham, bunisini ham kamaytirmoqchiman desak, kesish imkon boricha bahorga taqashimiz kerak. Ya'ni daraxt tanasida suv yurish boshlagan vaqtga olib borishimiz kerak. Qishda kesmasligimiz kerak. Biz bu joyda unaqa ish qilmaganmiz. Doim bahorga taqaganmiz. Mana bu yerda hozir olma noklarni kesib kelib, oxirida kesasiz. Ha, oxirida. Va demak, birinchi tavsiyaga amal qilamiz bu yerda. Ikkinchi tavsiya doimiy misli ishlovlar qilib turish kerak. To'g'ri vaqtda. Yiliga kamida 2-3 marta. Qo'lingizdan kelgani shu. Hozir endi haqiqatda sizlarni xotirjam qiladigan gapni aytaman. Ikkita holatni bilib oldinglar. Qo'lingizdan nima ish kelishini bilib oldingiz. Mabodo qurigan taqdirda ham orasiga ekasizda, bu daneli meva yetishtirishchi badali ekan, shu jarayonni bir qismi ekan deysizda, ekib ketasiz. Tamom, boshqa yo'lingiz yo'q. Quruq bo'lmagan, issiq bo'lmagan, qishi yumshoq bo'lmagan joylarda daneli meva yetishtirmoqchimisiz? Shuni siz qabul qiling, tamom. Sizning qo'lingizdan boshqa ish kelmaydi. Mana shu oxirgi to'xtab, oxirgi yechim. Sanjar aka.